Chiroylicha ekan. Bog' Shamol City'dan 103 kvadrat bo'lgan 3 xonalik uyimiz 77 mingga baholanyapti. Ko'rayotgan xonangiz kattalar uchun yotoqxona bo'lyapti, kattagina bo'lyapti o'zi ham ko'rishingiz mumkin. Barcha mebel texnikalar qilingan, gilam pardalar to'shalgan, shifoner, termozona, asfeni uchun svetlar qilib ketilgan azizlar. 3 xonalik uyimiz 103 kvadrat. Bog' Shamol City'da joylashgan. Bolalar yotoqxonasi marhamat ko'rishingiz mumkin. Gilam parda qilib, remontcha qilib qo'yilgan. O'zingizni didingizga moslashtirib, bolalarga mebel divanlar qilib berishingiz mumkin. Razdelniy sanuzol ko'rishingiz mumkin. Birinchisi kafelar qilingan, hamma jihozlar qo'yib ketilgan. Kattagina prixoshkamiz bo'lyapti. Devorlar polnisi atachento, pollarimiz tepli pol qilingan. Svetlar Yevromontaj, asosiy eshikdan kirib kelish qismi, prixoja mebel, oynalar qilib qo'yilgan. Va endi zalimiz bo'lyapti ko'rishingiz mumkin. Kattagina zal, zalimizda ham oyna bor, televizonalar qilingan, devorlar atachento va bu tarafda polnisi mягкий mebel bilan jihozlantirilgan azizlar. Ana endi qolgan uylarning obzori. Oshxona qismimiz ko'rishingiz mumkin. Oshxonamizda 4 talik stol qilingan, mebel jihozlar qo'yilgan, duokonturli kotel, albatta bu yerda ham oyna mavjud azizlar. Ana endi ikkinchi sanuzolimiz ko'rishingiz mumkin. Sanuzol даже prixoshkada ham oynamiz mavjud azizlar. Bu tarafda kotelni qilingan, kladovkadek joy qoldirilgan. Bog' Shamol City'da 103 kvadrat 77 ming deyaptilar. 3 xonalik barcha mebel jihozlari bilan birga bo'lyapti azizlar. Kimga qiziq bo'lsa agar aloqaga chiqinglar, chiroyli narxlarda olib beramiz.